Assalomu alaykum. Yuksalish Group kompaniyasini Shahrisabz shahrida qurayotgan eng katta, Shahrisabzlar uchun eng katta city qurilyapti. Temir uylar shaharchasi. Mana shu shaharchani kecha onlayn taqdimotda katta aksiya e'lon qilganmiz. Mana shu aksiya doirasida bugun 2-kun sotuvi. Hozir soat kech payt 4:30 oralig'ida mana shuncha mashina kelgan. Bizdan xonadon xarid qilib olish uchun hozir sotuv ofisiga ekskursiya qilamiz. Hali ham ikkilanib turganlar bo'lsa, uyasammikan, yo'qmikan degan insonlar uchun bir yaxshi tasavvur hosil bo'ladi sotuv ofisimizdagi holat bo'yicha. Qani ketdik, ekskursiya qilamiz, ketdik. Aksiyaning shartini hozir eslatib ketaveraman. Boshlang'ich to'lovsiz ham xonadon olsangiz bo'ladi, boshlang'ich to'lov qilib ham olsangiz bo'ladi. Ikkala holatda ham uylar to'liq ta'mirlangan holatda topshiriladi. Agar boshlang'ich to'lov 20 milliondan boshlab to'layversangiz, turli xil sovg'alar bor. Metr kvadrat narxi ham arzonlashadiki, sovg'alar ham bor. Parda, gilam, bitova texnika, mebel va hokazo. 60 oyga foiz peniyasi, hech qanday foiz peniyasiz rassrochkaga bo'lib to'lashingiz mumkin. Shu shart bo'yicha 10-maygacha aksiyamiz e'lon qiladi. Bugun 2-kun. Kechani o'zida 497 ta demak xonadonimizga shartnoma qilingan. Bugun ham menimcha taxminan 300-400 ta oralig'ida bo'lgan bo'lsa kerak. Ana ko'ramiz hozir. Ketdik mana. Tashqaridan kirib sekin savol-javob qilib ketaveraman mijozlar bilan. Assalomu alaykum. Xo'p, hozir ham to'la mana soat 4:30 kechki payt. Kelingizlar sekin-sekin. Assalomu alaykum. Siz hali ham o'ylanib turibsizmi? Oldingizmi yoki? Oldim, ikkita uy oldim. Ikkita uy oldingizmi? U Shahrisabzliklar o'zi bitta uy olmas ekan. Kamida ikkita ol ekan. 6 etажli klassikka oldim. Ham premiumda, ham klassikda oldingiz. Nimasi ma'qul bo'ldi? Nega ikkita oldingiz? Boshlang'ich to'lovi yo'q. Boshlang'ich O'shanga 20 million to'ladim, 500 ming kvadratga arzon. Zo'r. 20 million to'laganlar uchun har metr kvadratdan 500 ming so'm chegirma bor. 20 million 30 million chegirma hisoblanadi. Narxida chiqarib tashlashdi. Narxi qolganini hisoblab aytdim. Zo'r. Ma'qul bo'ldi. Shartnoma qildik ikkitaga. Zo'r, tabrik. Xolos o'ylanib turibsizmi? Ha? O'ylanmang, mana shu yoqqa ikkita uchta olib ketadiganlar siz yuzni ham sotib qo'yadi keyin. Ha? Uni ham olib keldim. Kim? Singingizni ham olib keldingizmi? Qani singlingiz qani? Mana, Ra'no. Ra'no opa, uy oldingizmi? Hozir siz oldingizga o'taman bo'lmasa, mayli. Ha? Gapirmas ekan, opamiz uyalar ekan, mayli. Opasi gapirib oldi o'rniga. Ketdik. Xo'p, shartnoma qilayotgan tarafga ham o'taylikchi. Assalomu alaykum, qisqacha intervyu sizlardan. Kim navbat keldi shartnomaga? Sizga necha xonali olmoqsiz aka? Siz oldingizga o'tay. Necha xona olyapsiz? 2 xonalik. Qayerdansiz? Kitobdan. Kitobdan? Shahrisabz ko'chasimi endi? Endi ko'ramiz, yo'l qo'yaylik. Aksiya qiziq bo'layapti, olib qo'yavering. Nima ketdi? Shahrisabzda o'z pul ko'p ekan, qiziq bo'lsa olib qo'yaverar ekan. Men bilan gaplashib turgan paytda akaning shartnomasini boshqalar olib sotib qo'ydi uyini. Qaranglar monitorga. Sotilib bo'linganlar qizillar, hali sotilmaganlar mana shu ko'k yashil rangda turganlar. Ikkilanib o'tiraversalaringiz, mana shunaqa qilib bakiga o'xshab uysiz qolib ketasiz. Endi boshqasini olyapti. Kelisizlar olmoqsizlar, a? Qanaqa olmoqsiz opa siz? Assalomu alaykum. Birgasizmi? Ha, aka. Qanaqa olyapsiz aka? Premium xudo xohlasa. Premiumda necha xona? 2 xonali. Nimasi ma'qul bo'lyapti? Sharoitlari xudo xohlasa yaxshi. Sharoiti sizlarga alohida bitta mehmonxona patarkada? Ha, xudo xohlasa yaxshi niyat. Bitta mehmonxona, ya'ni bitta kvartira har bitta premiumda yashayotganlar uchun patarga berilyapti, ya'ni bitta blokdagilar uchun. Zo'r. Rahmat. Bobur aka? Zo'r. Zo'r ketyapti. Deriz akamiz rangi og'rib ketgan, charchagan o'xshaydi. Yo'q, umuman yo'q. Charchamaysiz? Yo'q, bismertimiz. Men odammanmi deng, men temirman deng. Aytyapman. Yaxshi, nimaga aytyapman? Kecha soat 5 dan boshlangan ish soat 9:30 gacha to'xtovsiz ish bo'lgan. Tasavvur qiling, 497 ta odamga shartnoma qilishni o'zi bo'ladimi? Xo'p, davom etamiz yana. Xo'p. Temir aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Yaxshi, rahmat. Ismingiz emas, Temirdek bo'lib ishlayapsizmi? Qattiq bo'lib charchamay? Shunaqa. Yaxshi. Necha shartnoma qildingiz bugun? Bugunmi? 50 dan ziyod shartnoma qildik. Bugun Temir akani o'zi 50 tadan ziyod shartnoma qilgan. Bo'lmas. Siz bugun nechta shartnoma qildingiz? Bilmadim. Taxminan nechta bilasiz-ku? Bo'lgandir 50 tadan oshiq. 50 tadan oshiq. Temir akadan oshirdingizmi? Temir aka 50 ta shartnoma qilib qo'yibdi bugun. Zo'r, tabriklaymiz. Zo'r, konkurensiya. Xo'p, yana mijozlardan fikr eshitaylik. Xo'p. Xola, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz shartnoma qildingizmi? Qilganman, mana olganman. Aha. Mana Shartnoma? Necha xona oldingiz?
Bittasi 2 xona oldim, bittasi 3 xona oldim. Ikkita oldingizmi? O'sha shaxsabizda hech qaysi bitta olmayapti. Qaysi high-techdan oldingizmi, klassikdanmi? Klassikdan, ha? O'rtadagidan, ha. Bo'ldi, hozir yana nimadir savolingiz bo'lsa, javob berib ketaman, bitta ichkari chiqaman. Yaxshi. Xo'p, ichkari kiraychi. Bu Bobur akam hozir bu yerda mana maket bo'yicha proyektlar haqida ma'lumot beryapti, erinmasdan. Hamma gap so'zlar, ana klientlari jalbasi yaxshi xizmat ko'rsatmayapsizlar deyapti. Shuncha ko'p odam bor-da, ilojimiz yo'q. Imkoni qadar harakat qilyapmiz, aka. O'zingiz ham charchamang. Sog' bo'ling. Xo'p, ichkari kiraychi, Anvarga shudamikan. Anvar aka menimcha ozgina dam olishga kirgan, o'rinda Nodir aka javob beryapti mana hozir. Nodir aka? Assalomu alaykum. Charchamaysizmi? Siz hamma shartnomaga qarab tekshirib o'tkazyapsiz. Shunday. Kecha 497 ta shartnomani tekshirib chiqibsiz. Charchamaysizmi? Bo'ladi. Bugunchi, bugun qancha bo'ldi taxminan? 300 tadan oshdi yana. 300 dan oshdi. Hali biz hozir 4,5 soat, kamida 8 gacha ishlaymiz, yana oldinda 3,5 soat. Demak, bugun ham 500 plyus bo'lar ekanda. Komanda yoshlardan iborat, hammasi kuch-quvvatga to'la. Kelaversin, hammasiga xizmat ko'rsatadi. Xo'p, qarang. Biz o'zi kecha 300 ta, o'zi umuman aksiya 10-maygacha 300 ta kvartiraga bergan edik. Kecha o'zi 300 ta taxminan 11-12 birlarda tugab ketdi. Jami 497 ta bo'pti. Yana dal 10-maygacha bo'laveradimi aksiya? Xuddi shunday. Endi hamma ofislarni, hamma obyekt joylar, high-tech, classic, premium. Uni bosishni rejalashtirgan edik. Birinchi katlamanimiz high-techdan boshlanadigan bo'lsa, o'sha high-techni qo'ydik. 300 ta shuni inobatga oldik. Odamlar talab bo'lgandan keyin, maketda ko'rsatilgandan qarab, klassik, premiumga qiziqish oshib boraverdi. Keyin kecha shuni yig'ilib, maslahatlashib davom ettiramiz deb Chunki qaror qabul 10-maygacha deb va'da qilgan edik. 300 ta uy bir kunda yarmida tugab qo'ydi. Shuning uchun iloji yo'q. Talab qiladi kelib. Mana 300 ta uy qachon quriladi deb. Biz ham o'shanda aytdik. 300 ta uy 2 yilda qurib beriladi. Biz high-techni qildik. Talab bor ekanki, asosda ochib ketyapmiz. Endi общий mana shu 1,5 mingtaga yaqin-ku 1467 ta xonadon umumiy bitish vaqti 3 yil deb hisoblanyapti hozir. Chunki biz o'zi birinchi etapda quriladiganlarga 300 ta, 300 taga 2 yilda, hozir endi общийga 3 yil hisoblanyapti. Asosda bosqich qo'shilib ketaveriladi. 2 yildan 3 yilgacha davom etadi. Zo'r. Charchamang aka. Rahmat, sog' bo'ling. Hoji Akbar akadan so'raymiz mana bu. Buxgalterimiz kechadan beri tinmasdan ishlayotgan. Siz shuni 497 ta Nodir akamiz shartnomalar tekshirgan bo'lsa, siz hammasini hisob-kitobga qilgansiz. Charchamadingizmi? Asosda aka. To'g'ri energiya bilan yaxshi ishladik aka. Kutilmagan aksiya bo'lib qoldi. Biz o'ylamagandan ham juda ham Shahrisabz e'tibori yaxshi ekan. Juda ham xalqi, do'stona. Kutgandan ham zo'r bo'ldi. Hozir ham zo'r bo'lyapti to'lovlar. Zo'r. To'xtamay. Mana bu bizning buxgalteriya bo'limimiz, hisob-kitoblar, shartnomalar qabul qiladigan bo'lim. Va'da qilinganidek 10-maygacha hozir Nodir aka ham aytib ketdi, aksiya davom etadi. Faqat uy qolsa-da, uy qolmasa iloji yo'q. Chunki hozir 1467 ta kvartira bor, o'sha jami hozir loyihada. Kecha 497 ta bo'lsa, bugun ham 500 tacha bo'ladigan bo'lsa, o'sha 1000 ta sotib bo'linadi. Yana 400 ta indinga tugab bo'lsa, shu bilan iloji bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar ertaroq keling shartnomaga. Boya aytayotdi, qizimga deb bitta olib qo'yay, oylik to'lov ko'p chiqmasin deyapti, topamiz. Bir payt qarasam, nima bo'ldi opasam, ikkita oldim deydi. Oylik to'lovga qiynalayotgan odam bir payt ikkita kvartira olibdi. Necha xona oldingiz? 2 xonalik oldik. Ikkita 2 xonami? Zo'r. 4-5 etajdan 15 yildan beri kvartiraga yashashda o'zi bo'lmayapti-da, shuning uchun. Xayrli qilsin, O'g'lim yetkazsin. yoshida o'sha payt chaqalog'ida ajralgan paytda qiynaldim. Yaxshigina qiynaldim. Va xayrli qilsin. Yaxshi niyatda bo'ling endi. Ikkita kvartirani ham ortiq bilan to'lab, yana bormi kvartira olaylik deb yig'lamaysiz. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi hammasi. Yana kvartira olmoqchiman, daromadim yaxshi deb aloqaga chiqish nasib qilsin bizga. Nasib bo'lsa. Oylik to'lovlar ma'qulda, xudo xolasa. Hech qanday foiz pena yo'q. Yo'q. Zo'r. Norozilik yo'q. Ilohim ishlaringizga baraka, topganlaringizga, ro'zg'orlaringizga, bola chaqalaringizga bosh qo'yingiz. Amin. Yaxshi bo'ladi. Duo qilib turaverasizlar. Endi xudo xolasa biz eson-omon kalit qo'lingizga topshirib olaylik yana. Zo'r. Akalar charchamangizlar, Shahzod aka. Baraka topingizlar. Hammaga rahmat. Siz oldingizmi? Oldimmi? Bir tushuntirish kerak xo'jayinim deb degani. Shartnoma qildingizmi? Endi qilaman. Bo'ldi hozir. Siz javob beramiz deb. Shartnoma qildingizmi? Endi qilib bo'lib endi ichkari kiryapsizlar. Necha xona oldingiz? 2 xonalik. 2 xona nechta? Apaka ikkalamiz. Bitta-bittadan, a? Bitta kvartira olayotganlar lekin qarindoshini olib kelyapti. Hech kim bitta olmayapti. Agar mabodo o'zi kelsa 2-3 ta olyapti, bo'lmasam qarindoshi bilan kelib bitta-bittadan olyapti.
Shahrisabzliklarga qoyil lekin. Bir o'zi kelib, ha, qayerdansizlar? Shu Shahrisabz ko'chib kelasizlar-da endi. Mayli, xo'p, charchamangizlar. Oshpaz opamiz to'xtasin, oshpaz opa. Assalomu alaykum. Yaxshisiz? Charchamayapsiz ovqat qilibsiz-a? Rahmat. Baraka toping masal ovqatlar uchun. Osh bo'lsin. Baraka toping. Siz berayotgan ovqatlar bilan kuchga to'lib, g'ayrat qilib kecha soat 9:30 gacha ishlayapmiz mana, qarang. Baraka toping. Rahmat. Xo'p, yana tashqariga chiqaveramiz. Xo'p, mana shu akadan bitta edi aka. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Nimaga buncha ko'p odam? Nega unaqa nima deb o'ylaysiz? Kecha 1000 tadan ziyod odam kelgan. Bugun ham hozir kuni bilan 800-900 ta o'sha 1000 ta atrofida bo'layapti. Men ham bugun keldim endi. Nimaga? Nima deb o'ylaysiz? Nima bu yerda? Nima bo'layapti bu yerda? Sharoitlar yaxshi bo'lsa kerak. Yo, masalan, aytaylik, mayda-chuyda kartoshka piyozga, unga o'chib bo'lgan ko'ramiz. JMda ko'rganmiz mashinaga talash bu. Uyga ham shunaqa talash bo'ladimi hozir? Aka, nima deb o'ylaysiz? Nega bunaqa? Hozir endi bu lokatsiyalari yaxshi bo'lganligi uchun yoki men bu uyni mana shunday qurilishlari yaxshi bo'lgani uchun katta city bo'lyapti. Qarshida ham ko'rganmiz, Qarshida ham katta city bo'lgan. Shuning uchun yaxshi bo'layotgani uchun odam ko'pda, talabgor odam ko'p. Yashang. Qarangizlar, shu paytgacha Yuksalish guruh kompaniyasining 6000 tadan ziyod mijozi bor. 6000 tadan ziyod. Ana ishonchlimi, yo'qmi degan savol. 6000 ta odam ishongan. Bitta odam ishonmay kamerani qarshisida tomosha qilib o'tiribdi hozir. 6000 ta inson ishonib o'sha uyli bo'layapti. Mana hozir Qarshida ham 1000 ga yaqin xonadon sotilgan 20 kun ichida. Hozir mana kecha 497 ta bo'ldi, Shahrisabz umuman kutilmagan bo'ldi. Bugunda o'zi yana 400 dan ziyod bo'layapti mana kechgacha. Qarang. Birinchi qulayligi bosh to'lovsizligi ham borligi mana. Bosh to'lov qilmasdan ham oylik to'lovlar bilan xonada xarid qilish mumkin. Keyingi foiz peni yo'q. Ana cho'zilsa qimmatlashib ketmaydi. 5 yilga, ya'ni 5 yilda qancha inflyatsiya bo'ladi? Ana o'sha narsa ham hisobga olinmayapti-da, qulaylik qilib berilyapti bu yerda mijozlarga. To'liq ta'mirlangan holatda topshirilyapti xolasa. Shu uchun ham odam ko'pda. Mana bu o'rtada high-tech, mana klassik, mana shu klassikdagi o'sha deyarli tugab bo'ldi. Mana bu high-tech stil, mana bu, mana savdo markazi orqasidagilar. Bularda ham yarmidan ko'p sotilib bo'lgan. U narx premium. Premiumdagini ham yarmidan ko'p sotilib bo'ldi. Shu uchun g'ayrat qilish kerak, charchamangizlar. Xayrli bo'lsin. Xo'p, qadrli qashqadaryoliklar, yurtdoshlar, mana ko'rdilaringiz ichkaridagi holatdan tabiiy, ya'ni yolg'onsiz hamma narsani boricha ko'rsatdik mana ichkarida. Odamlar qanaqa munosabatda aksiyaga, nima uchun bunaqa ochib bo'layapti, nima uchun bunaqa katta navbat talash, sababi shunaqa yaxshi narsaga odamlar intiladi. Yaxshi narsa bo'lmasa ekan, bitta ikkita odam ham qaramaydi. Kechani o'zida 1200 ta odam kelgan. Bugun ham 1000 taga yaqin odam kelyapti. Shu uchun ertaroq kelib o'ziga ma'qulni olib qoling, chunki 3-4 kundan keyin tugab ketsa, keyin o'sha aksiya sharti qayta takrorlanmaydi. Ana shu uchun g'ayrat qilingizlar, hammaga yaxshi joydan, yaxshi shartlarda, sifatli uylar munosib odamlarga nasib qilsin. Salomat bo'lingizlar. Assalomu alaykum.